Akalar 19 yoshli shogirdim to'qigan topilib qoldi. Sizlarga o'zi ko'rsatib o'taman. Bu obyektda 10 konli 90% bitirgandik. Ikkita sanuzeliga stashkadagi topilib pol to'qib beradigan bo'lgandik. Hozir stashkalar qotgan ekan, ustiga topilib pol to'qib berganmiz. Bittasi bu joyda, ikkinchisi bu joyda sanuzellar. Hozir birinchisidan ko'rsataman. Tagi klipini fleksdan tashlab üstüge barabarga shagini 15 dan qilib idealniy qilib mana to'qib qo'yibdi. Baraka topsin. Shunaqangi shogirtlar o'zi traplarni ham chiroyli qilib mana o'rnatib qo'ygan. Narigi sanuzellar podaj обратно to'pib olishdan kelsa bir chekkali izolyatsiya bilan kelib akkurat nimani ulangan. Chekkalarga denfiner lenta parashyutlar bilan chiroyli qo'yib qo'ygan. Ham chekkada trap borligi uchun qo'tirilmagan. Atak beton quyilganda chiroyli turadi. Bittaga issiq sovuq bo'lganda, boshqa bo'lganda beton kengayib to'rayganda yorilib ketishini oldini oladi. Bu ma'lum denfiner lenta. Keyingi sanuzelni ham ko'rsatib o'taman. Mana ikkinchi sanuzel. Buni ham shaklari 15 10dan qilib turib, joydan kelib chiqib to'qilgan. Chetkalarda denfiner lentalar bor, tagida 2 sm flekslar bor. Unitazni yo'llariga ham to'qilgan. Buni germetika bilan chiroyli qilib ertaga kafildagi qo'yamiz. Perforatorni teshmaymiz akalar buni. Kimgadir shunaqa sifatli santexnika xizmatlar kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Akalar sizlarning ham obyektinglarni qo'ldan kelgancha idealniy qilib bitirib beramiz, hisob kitoblarga asoslangan holda.